Surxondaryo viloyatidagi eng katta mashina bozorlaridan, Dino mashina bozoridan Sparklar qatoridan videoroliklar tayyorlab boshladik. Video boshlamasdan birdan like aymaysizlar. Surxondaryoning eng zo'r YouTube kanali, Surxon Obzor kanali sizlar uchun video qilishdan charchamaydi. 40 yillikdan akamiz mashinasini ko'rsatib o'taman. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Spark Termiz mashina bozorida video qilganmiz. 70 nechigacha ko'tardi? 73 gacha ko'targan xaridorlar berilmagan, savdosi qo'shilmagan, demak, yana qayta video qilyapmiz. Metallari bor, kraskasi toza mashina. Balonlarni ham yangisidan qo'yib qo'yishgan. Manzil Termiz tumani 40 yillikda. Sparkda ham o'zgarish ishqibozlari bor. O'shaning uchun Sparklarda ko'proq video tayyorlashga qaror qildik bu hafta. Ko'rsatib o'tamiz. Mexanika mashina. Ko'rishlaringiz mumkin, poliglar bor, chexollar qoplanmagan sanoqliklarini. Yurgani qancha ekan? 163 ming mashinaning yurgani. Motorni aksakka ham e'tibor berasizlar. Bu inson hech qanaqa olib sotar emas, to'g'ridan-to'g'ri dehqondan egadan olsalaringiz bo'ladi, hujjatda muammosi yo'q. O'zimizni sizlarga o'xshagan kanalimiz obunachisi. Mana ko'raverasizlar. Bunga chiroyli narx qilib bitta narx ayting, birdan savdosi bitsin nasib bo'lsa. 80 aytamiz. Xo'p, 80 aytilishi 73 ga bitmagan. 73 ga bitmagan. Dedingiz necha o'zi? 80 dan kam bor deyapsiz. Shu endi o'rta. Necha? 75 mi? 75 bo'lar, 76 bo'lar. 75-76 kelishlar deyilyapti azizlar. Egasini raqamini aytib o'taman. 97 lik. O'zlari savdo qilsalaringiz bo'ladi. 97 kodi bilan 534 534 44 07 534 44 07 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Spark olaman deganlar bo'lsa, men sizlarga tavsiya qilaman ideal holatdagi Spark. Hurmatli obunachilar, Jetour avtomashina modelidan xarid qilaman degan obunachlarimiz juda ham ko'p edi. Telefon qilib so'rashganlar ham bo'layapti. Bu yerda X50, X70 hamda Jetour Dashing, qolaversa mana bu yoqda Jetour T2 modellarini bir ko'rsatib o'ting. Hamma turlardan mavjud, hamma barcha ranglaridan. Oladiganlar bo'lsa, Buxoro filialidan rasmiy dilerdan xarid qilsalaringiz bo'ladi, chegirmali narxlarda. Faqat Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz, chegirmali narxlarda qilib berishadi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun video ostida qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Spark so'raganlar uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan oxiringdagi Spark ko'rsatib o'tamiz. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanining mashinasi 15-20% kraskasi bor deb aytilyapti. Metallari bor-a? Metallari bor mashina. 5 yilda sakadiskalarga qo'yib qo'yishgan, balonlari ham yangi holatda. Mexanika mashina, chexol poliklari joyida ekan, mana ko'raverasizlar. Salohiyatlarini. Yurgani qancha? 177 ming mashinaning yurgani. Mana motorni aksakka ham e'tibor berasizlar. Mana azizlar. Buni aytilishi qancha bo'lyapti? 15 Sparkda. 62 deyapsiz. 62 aytilishi. Taqalgan narxi necha ekan? Kelishamiz. Aka, 62 og'ir aytyapsiz. Chunki men kecha Sergeli mashina bozorida edim Toshkentda. O'tgan oy Buxoroga borganman. Narxni mendan yaxshi biladigan odam bo'lmasa kerak bu yaqin o'rtada. Chiroyli narxni shunday narxni qochirmay ayting, xaridorni qochirmasdan. Shuncha bo'lsa baraka deng, shunga qarab hisob-kitobni oladi. Meni obunachalarim 100 mingdan ziyod obunachim bor, Allohga shukr. Orasidan elchilik, xaridor birandasi chiqadi. Ayting. Chiroyli narx ayting. 56 bo'lsa baraka. Variant ajdaniyasi bormi yo'qmi buni? Variant yo'q lekin narx. Faqat naqdga. Pul zarurligidan sotilyapti. Metani bor ekan, motor korobka ishlashi zo'rmi? Zo'r. Konditsioner ham ishlaydi. Konditsionerlar ham ishlaydi. Telefon nomeringiz? 93 kodi bilan 610 23 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Azizlar, Sparklarda qorasidan so'raganlar uchun 2011-mida 2011-yilda ishlab chiqarilgan qora rangdagi Spark ko'rsatib o'tamiz. Mana balonlari ham yangi holatda ekan. Sherobodmida? Sherobod mashinasini ko'rsatib o'tamiz. 185 70-14 razmerdagi balonlardan qo'yib qo'yishgan. Mashina yaxshi holatda turibdi. Ko'raverasizlar, chexol poliklari joyida. Mana salon holatlari, mexanika mashina. Dehqondanmi, egadanmi? Egadan. Birlik motor, programma urilgan deb aytilyapti. Bunaqa mashinalar. Konditsioner bor-a? Konditsionerlari mana bor, abislari bor deyilyapti. Ekonomik bo'ladi bu mashina. Buni aytilish bahosi qancha? 50 deyapti. 50 buni aytilish bahosi. Xo'p. Kraskasi? Pitnosi bor. Biriksa pitnosi bor. Gap yo'q. Xaridorlar so'radimi yo'qmi bugun bozorda? Aqlda. So'rashdimi? Necha so'rayapti? 42 so'rayapti. 42-43 milliongacha. Qo'ying o'zini ham.
Kelishtirib berasizmi buni? Telefon nomeringiz? 94lik 94 kodi bilan 008 008 44 99. 44 99 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan ideal holatdagi oq rangdagi Spark ko'rsatamiz azizlar. 14 talik balonlar yangisidan yumshoqdan taqib qo'yilgan. Mana hozir zavodiy bo'lib turibdi. Motor ovozi ham men deyarli eshitilmayapti. Konditsionerlari bor, ABSlar bormi? ABSlar hammasi joyida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Mexanika mashina 159 ming mashinaning yurgan. Mana qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Metan balonlari bor. Yangi qo'yilgan. Qayerda mashinasi manzil? Boysun tumanining mashinasi. Buning aytilishi qancha bo'lyapti? 87 deb turibmiz. 87 aytilishi. 82 bo'lsa 82 baraka deyapsizlar. Top-toza. Buning varianti bormi yo'qmi? Bankka berish iloji. Kiris bank yoki naqdga sotiladi. Telefon nomeringiz? 91lik 91 kodi bilan 525 515 96 96 92 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsangiz bilan yana bitta nomerimi? 50lik 50 kodi bilan 515 515 96 96 92 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi ideal holatdagi Spark savdo qilsangiz bilan olgan xaridor oladi, minadi. 82 bo'lsa baraka deyilyapti. Spark so'raganlar uchun Surxondaryo viloyati Uzun tumanining mashinasini ko'rsatib o'tamiz. Yili 2021. Kraska ikkita detalda Pitno. Ikkita detalda Pitno bor deb aytilyapti. Uzun mashinasi. Balonlarni yangisidan qo'yib qo'yishgan. Qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr, chunki men hozir Toshkentdan yetib keldim Dino bozoriga. Kecha Sergeli mashina bozorida edim. Qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mana chiqol bo'liklari joyida. Yurgani qancha ekan? Aka? Yurgani 200 mingdan oshgan deb aytilyapti. Mana azizlar. Shunday, efir qilib yuruvdik Sergelida. Aka buni xaridorlar qancha so'rashyapti? 21da. Propanlari bor ekan. Ikkita detalda ham 75 shunday. 75 so'rayapti. 78 dan so'radi. 78 ga variant qildimi? Naqdkam. 78 ga bitmagan. Dedingiz necha bunga? 80 Chiroq narx qilib ayting. Biz obunachilarimiz orasida Spark so'raganlar ko'p. Ayniqsa Termiz shahar, Dino tomonlarda, ayniqsa boshqa tumanlarda ham taksi qiladiganlar o'lyapti-da. Necha deysiz? 80 bo'lsa baraka. Buning variant ajdanasi bormi yo'qmi? yo'q. Variant bor. Varianti bor, yetmagan. 50 milliondan bo'lsa, 50 milliondan. Telefon nomeringiz? 91lik 510 91 kodi bilan 510 50 07. 5007 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz, mana Spark olaman deganlar bo'lsa, propanlari bor, 21. Juda ham zo'r holatda turgan oq rangdagi Spark. Spark olaman deganlar uchun metalik rangdagisidan ko'rsatib o'taman. 10 krilo bilan 10 eshigida sepilgan joyi bor deb aytilyapti. Mana azizlar. Yili 2015 metalika Spark. Balonlari yangi holatda ekan. Qayerda mashinasi manzil? Manzil qayerda ekan aka? Manzil qayerda? Surxondaryo viloyati Sarosiyoning mashinasi. Chexol qo'liklari joyida, metallari bor-a? Metallari bor ekan, ko'rsatib o'taveramiz. Bo'ladi. Bu motor korobka ishlashi qanday? Zo'r aka, muammo yo'q. Yurgani qancha yurgani? Katta motorda 228 ming. 228 ming yurgani. Katta motor. Katta motorda. Necha deysiz buni? 60 kelishamiz. 60 aytilish kam bor. Bugun xaridorlar so'rashdimi yo'qmi? Yo'q, hisob qilganimiz uchun oling endi boshqa. Endi savdosi bo'ladi-da. Buning variant ajdanasi bormi yo'qmi? Yo'q, bizga naqd pul beradi. Aka, men boshqa viloyatlardagi narxlarni juda yaxshi bilaman. Buxoro, Toshkent, Surxondaryo. Kecha hozir men Toshkentdan kirib keldim. 60 narx aytyapsizlar-ku. Juda qimmat aytyapsiz. Bu mashinani chap 10 krilo bilan 10 eshigi konkretni o'zingiz aytib turibsiz sepilgan deb. Orqa buferda ham nimasi bor bu yerda? Aka, mana bu yerda. Bufer almashganmi, nima bo'lgan? Kraska bor-a? O'shaning uchun chiroq narxni belgilaylik aka. Mashinangiz kraskasi toza emas-da. Ertaroq sizga ham sotilgani yaxshi. 55 aka. 55 bo'lsa baraka. Metani bor, tayyor mashina. 55 bo'lsa baraka. Buning variant ajdanasi bormi yo'qmi? Naqdga deyapti egalari. Telefon nomeringiz?
97 97 kodi bilan 810 810 98 98. Oxiri ikkita 98, shundaymi? Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi, azizlar. Agar videoga hozirgacha like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'yaverasizlar. Bizlar sizlar uchun xizmatdan charchamayapmiz. Spark so'raganlar uchun 2012-yildagi mashinani ko'rsatib o'tamiz. Mana shu ukamizning mashinasi. Surxondaryo viloyati Sharg'unda mashinasi. Bitta kriloda pitnosi bor deb aytilyapti. Mashina tiniq turibdi azizlar. Sakadiskalari joyida, balonlari ham yangi holatda ekan. Qisqacha ko'rsatib o'taman. Chexol bo'laklari joyida, mexanika mashina. Mana azizlar. Katta motor dedingiz, ha? Mayda motor, ekonomishni, birlik motor. Juda ko'pchilik yaxshi biladi. Metallari bor ekan. Egadanmi, dehqondanmi? Egadan o'zim nomim. To'g'ridan to'g'ri egadan olaverasizlar. Hujjatda hech qanaqa muammo yo'q. Hujjatiga muammo bo'lmaydi. Ishonchnoma berasizmi? Beraman. Beriladi. Beriladi. Xohlasa oformit qilib oladi. Afarni taqaman. Buni aytilish bahosi qancha aka? 50 million aytilishi. Sharg'unda mashinasi, ha? Xaridorlar so'radimi yo'qmi bugun buni? So'rashdimi yo'qmi xaridorlar? Qancha qildi? Necha? 45-44. Dedingizni ayting, yorilibdi. Chiroyli narx ayting, birdan xaridorlar chiqadi xolos. 45 dan ko'tarsa, 45 dan ko'tarsa baraka. Buning variant ajdaniyasi varianti ham agar boshidan 2000 bersa kelishadi. 2000 bersa qolgani kelishlar. Telefon nomeringiz? 50lik 50 kodi bilan 709 709 93 86. 93 86 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Azizlar, Sparkni metallikasidan olaman deganlar bo'lsa, 2022-yilda ishlab chiqarilgan metallik ranglarini ko'rsatib o'tamiz. Balonlarni yangisidan qo'yib qo'yishgan. Surxondaryo viloyati Uzun tumanining mashinasini ko'rsatib o'taman. Metan propan nimasi bor? Kraskasi toza deb aytilyapti, metallari bor ekan, qisqacha ko'rib o'tamiz. Mexanika mashina, chexol bo'laklari joyida. Yurgani qancha? 110 ming kilometr yurgani. Halol probiga deyilyapti. Egadanmi, to'g'ridan to'g'ri? Egadanmi? Ha, egadan. To'g'ridan to'g'ri egadan ko'rsatib o'taveramiz azizlar. Mana. Mayliga, endi to'g'ridan to'g'ri ko'rsatganimiz yaxshi-da. ABS konditsioner hammasi joyida deb aytilyapti azizlar. Rahmat. To'g'ridan to'g'ri mana egadan oladiganlar bo'lsa, mana. Motor qarab ishlashi zo'rmi? Motor ochilmaganmi? Yo'q. Bunga xaridorlar qancha so'rashdi 21 da? 84 so'rayapti. 84. Necha bo'lsa oling deyapsiz? 88. 88 da bo'lsa baraka deyapti egalari. Ya'ni kelishiladi. Uzunni mashinasi. Telefon nomeringiz? 77lik 77 kodi bilan 249 249 27 27 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi azizlar. Surxon Obzor kanalini aytib savdo qilsalaringiz yana ham chiroyli narxlarda kelishtirib chegirmalar bilan qilib berishadi. Sizlar sotilgan Sparklardan To'roy Nasiga yil necha edi buni? Akam, yilini aytib beringiz, ma'lumot sifatida. Yili 14. 14. Necha ketdi? 85 ga 85 ga To'roy Nasi. 2000 beradi. 2000 dollar boshida beryapti. Kraskasi qanday edi? Kraskasi bor aka. Kraskasi bor mashina 82 ga. To'roy Nasiga 2000 dollar boshdan beryapti. Sotganga ham olganga ham barakali bo'lsin deb qolamiz. Denov avtobozorida baraka bo'lgan Sparklardan ko'rsatib o'taveramiz. Video boshlanmasdan birdan like ayamaysizlar. Surxon Obzor kanali sizlarga yangilik ulashdan charchamaydi. Puli yengil Matiz so'raganlar uchun 2011-yilda ishlab chiqarilgan Best Matiz ko'rsatib o'taman. Mana bu tomonlari kraskalari toza. Faqat mana o'ng tomonda ikkita eshigi bilan bitta krilosda sepilgan joyi bor ekan. Matiz Best olaman deganlar bo'lsa, balonlari ham yangi holatda ekan. Qisqacha ko'rsatib o'taman azizlar. Mana. Poliglar bor, mana chexollariga meteor berasizlar. Yurgani qancha? Yurgani 200 mingga yaqinlashyapti deb aytilyapti. 3 portionmi? 4 portion deb aytilyapti. Metan propan. Propanlari bor ekan. Olgan xaridor motor moyyaptimi? Motor moyyi boshlagan. Olgan xaridor olib, motor qilib, taxlab olaveradi. Faqat biz pulini yengilroq qilib savdo qilib oladi. Buni aytilishi qancha edi aka? 35 million aytilish bahosi, yana ham kam bir kelishtirib berishar ekan. Buning variant ajdanasi bormi yo'qmi? Kelishlarda? Kelishlar ekan.
Telefon nomeringiz 93 kodi bilan 694 2203 raqamga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Yana bir Matiz ko'rsatib o'tamiz. Bu ham Best mikan? Best. Yili necha? 2011. Yili 11. Buni ham yili 11 ekan. Balonlar yangi holatda ekan. Kraskasi qanday buni? Kraskasi mayda juda Petnolari bor. Qayerda mashinasi? Jarqo'rg'onda mashinasi ekan, ko'rsatib o'tamiz. Og'a, bu qayerda mashinasi edi? Qumqo'rg'onda mashinasi bu. Bunisi Jarqo'rg'onda mashinasi. Ko'rsatib o'tamiz. Videoda kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr, ozgina yo'tal bo'lganman. Tomoq og'rigan. Chexol puliklari joyida. Buni yurgani qancha? 500 mingdan oshganmi? Oshgan. 500 mingdan oshgan deb aytilyapti yurgani. Mana o'yinlar qo'lda ko'tarib tushiriladi. Mashina haqiqatan tiniq turibdi. Bu yerda shumka bo'lgan ekan. Katta motormi, kichkina motormi? Katta motor, metan propan. Metanlari bor. Jarqo'rg'onda mashinasi. Buni 11 Matiz Best necha deysiz? 3000 deyapti aka. 3000 dollar aytilishi bahosi. Xo'p, Agar siz nomingizga kelsa 2900 ga navaramiz. 2900 ga baraka deb aytilyapti. Lekin akalar sal qimmat belgilayapsizlar. Bozor, ha? Tortishmasa berkishmaydi, kelishiladi. Nomer aytingizlar. 91 kodi bilan 900 07 49. 91 kodi bilan 900 07 49 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Matiz olaman deganlar bo'lsa, metalik rangdagisidan ko'rsatib o'taman. Surxondaryo viloyati Boysun tumanida mashinasi. Kalinkasi bitta eshigida sepilgan joyi bor deb aytiladi. Balonlar o'rta holatda ekan. Mana ko'raverasizlar. Bestmi, prostoy? Best azizlar. Matiz Best ko'rsatib o'tamiz. Barda qo'yilgan, bar qo'yib qo'yilgan 269 mingdan oshgan yurgani. Mana azizlar. Qisqacha ko'rsatib o'tamiz. O'yinlar elektronik ko'tarib tushiriladi. Mashina yaxshi holatda turibdi. Motor ishlashi qanday? Motor qilingan. Korobkada qanday? Zo'rmi? Shum yo'q. Metani bor, ha? Metan bor. Necha deysiz buni? 100 ga bermaymiz. Variant so'radimi? Naqdgami? Naqdga. Taqilganini ayting buni. Nechadan oshsa? 31 Yili necha edi? 2009. 2009. 30 dan oshsa baraka. Ko'raverasizlar azizlar mana holatini. Bemalol savdo qilsalaringiz bo'ladi. Egasini raqamini aytib o'taman. Telefon nomeringiz 94 kodi bilan 028 34 38 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Bu yerga nima bo'lgan? Ariqqa tushganda ko'taryapti. Xo'p, udari yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. To'g'ridan-to'g'ri egasini raqamini qoldirdim. Boysundan mashinasi. Matiz olaman deganlar bo'lsa 2009-yilda ishlab chiqarilganidan ko'rsatib o'tamiz. Surxondaryo viloyati Sarosiyo tumanining mashinasi. Orqa bitta krilosda sepilgan joyi bor deb aytilyapti mana. Bitta detalda. Qisqacha ko'rsatib o'taman. Chexol bo'laklari joyida mashinani yurgani keladigan bo'lsak 85 mingdan oshgan. Mana. 85 mingdan oshgan, mana ko'raverasizlar. O'yinlar qo'lda ko'tarib tushirlar ekan. Motorda rasxod qanday? Bir hafta bo'lgan motor qilinganiga. Buni aytilish bahosi qancha? 32 bermadim. Yili 2009 a? 32 ga bermadingiz. Variant so'radimi, naqdga so'radimi? Taqilganini ayting og'a. E'tiroz sotilsin bu. 35 ta bo'lsa 35 lar bo'lsa baraka. Telefon nomeringiz? 94 94 kodi bilan 924 47 97. Shundaymi-da? O'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. 1997-yilda ishlab chiqarilgan qizil rangdagi Tika ko'rsatib o'tamiz azizlar. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanining mashinasi ko'rsatib o'tamiz. Kraskasiga keladigan bo'lsak, asfalt qilib sepilgan ekan. Mana ko'raverasizlar, balonlari ham yangi holatda. Chexol bo'laklari bor. Mashinaning yurgani 353 mingdan oshgan. Motor yaqinda qilingan, ha? Motorlar qilingan deb aytilyapti. 1000 dollarga berilmagan Denov avtobozorida. Yil 97.
Motorlar ishlashlari zo'r deb aytilyapti, korobkalari ham zo'r holatda. Qiziribdi mashinasi. $1000 dan sal tepaga chiqsa, baraka deb aytyapti egalar, yana ham savdo qilsalaringiz bo'ladi. Buning variant ajdonasi bormi yo'qmi? Yo'q, variant yo'q. Ishonchmi beriladimi yo'qmi? Telefon nomeringiz? 99lik 565 0002 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi azizlar. Matiz olaman deganlar bo'lsa, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanining mashinasini ko'rsatib o'tamiz. Rangi metallika. Mana. Balonlar o'rta holatda ekan. Kraskasi qanday? Kraska eshikka bor hozir. Kraska eshikda. Qaysi eshikda? Oldida, ha? Mana orqa tomondan ko'rsatamiz. Mashina tiniq turibdi. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Chexol poliklari joyida, oynalar qo'lda ko'tarib tushiriladi. 337 ming yurgani. Metan propan. Metani bor. Motor korobka ishlashi qanday? Zo'rmi? Motor yaqin qilganmiz. Motor yaqinda qilingan. Sariosiyo mashinasi. Og'a buni aytilishi necha? 28 beraveradi. 28 bo'lsa baraka. Ha, baraka. Necha deylar? 8. 2008. Sal og'ir belgilayapsiz lekin. Necha deysiz taqilgan? 28 dan kami yo'qmi? Xayri barakasiga ham yo'qmi? Yo'q. Barakasiga o'tib bering xatoyabi. Qanchadir irimaga? 28. Telefon nomeringiz? 91 kodi bilan 724. 91 kodi bilan 91 kodi bilan 724. 724 54 34. 54 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz, yana ham chiroyli narsada qilib berishadi. Mana sotuvchi og'amizning mashinasi. Matiz so'raganlar uchun 2011-yilda ishlab chiqargan Pulix variantini ko'rsatib o'tamiz. Mana ideal holatda turibdi. Mana old tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Balonlari ham yangi holatda. Sariosiyo mashinasi 13 talik balonlar joyida. Kraska qanday? Kraska tozami? Nima? Radnoymi? Petnolari bor deyilyapti. Mashina tiniq turibdi azizlar. Mana ko'raverasizlar. Yurgani 173 mingdan oshgan. Chexol poliklari joyida. Mana ko'raverasizlar. Propani bor-a? Propani bor. 3 porshli mashina. Buni aytilishi qancha? 38 baho qo'yyapsiz. Xo'p, bugun Denov bozorida qancha so'rashdi? 33. Bermadingizmi? Variant qildimi, naqdgami? Naqdga 33 ga bitmagan azizlar. Taqilganini ayting. 33 dan sal chiqsa, baraka, shundaymi? Sariosiyoni boshlaysiz. Buning variant ajdonasi bormi yo'qmi? Naqdga faqat. Ishonchnoma berasizmi, ofert qiladi faqat. Ishonchnoma beriladi. Hujjatda muammo yo'q. Telefon nomeringiz? 90 kodi bilan 131 56 95 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Mana akamizni ham bu yoqda 3 ta Matizni bir joyda ko'rsatib o'tamiz. Istasangiz bunga telefon qilib savdo qilasiz, istasangiz bularga. Yil necha? 17. Xo'p, oxiri chiqqanlardan, ha? Prostoymi? Best Prostoy. Metani bor. Yangi metan. Qayerda mashinasi? Sherobodda mashinasi. Kraskasiga kelsak? Toza kraska. Kraskasi toza, balonlar yangi holatda, 13 talik balonlar qo'yilgan. Matizni ham o'ziga yarasha ishqozlari bor, oynalar qo'lda ko'tarib tushiriladi. Yurgani 187 ming azizlar. Mana. Chexol poliklari joyida, mana ko'raverasiz. Buni aytilishi qancha? 42 aytilishi. Bozor qancha so'radi bugun? 37 gacha so'radi. 37 gacha. Bermadingiz. O'zingiz necha bunga? 38 ga bitmaydimi Surxon Obzor obunachilariga? 38 ga bitmaydimi? 39 bo'lsa bitadi. Bunga ishonchnoma beriladimi? Xohlaganda. Hujjatda muammo yo'q. Keling bunisini. Metallika necha yili? 2009. Best Prostoy. Prostoy. Qayerda mashinasi? Sherobod. Sherobodda mashinasi. Buni rangi metallikamidi? Metallika. Metallika, xo'p. 3 porshimmi? Metani bor. Metani bor. Kraskasi qanday? Chaka-chuka. Shaqachqa oyoqlar bu yoqda bor. Xo'p, balonlar o'rta holatda ekan. Azizlar, men o'rtadagi xolis odamman. Ko'rganimda holatini aytaman. Mana bu yerga eshikka nima bo'lgan aka? Men ko'rganimda so'rayman egadan. Sheriga nima bo'lgan? Shu lakpak tekkizganmiz. Tirnalganmi, nima bo'lgan? Cho'tka bilan tekkizganmiz. Xo'p, O'zini radnoyda. Sherobodda mashinasi.
Ha, mana azizlar ko'raverasizlar, 119 mingdan oshgani yurgani. Qo'llar bor, chexollar. O'ziniki. Buning narxi qanday? Buni 32 million bo'lsa beramiz. 32 bo'lsa baraka. Barak. Yana ham xayri yo'qmi uni? Ha, ja, dal odam bo'lsa Kelishlar. Uchinchisi. 2011. 11. Bu ham prostoy. Chiqarmaymizmi? Xo'p. Bu yerga egasini raqamini qoldiraman. Ayting. 99 99 kodi bilan 159 159 89 89 08. 08 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sheroboddanmisiz? Sheroboddan mana akamiz Surxon Obzor kanalida obunachisi, mashinasini sotib olib chiqqan. Kelishaverasizlar. Bu videoga bir dona like bosib, Matiz olaman degan do'stingizga yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Sizga pul kerakmi? Endi muammo emas. Termiz shahrida joylashgan Hamroh mikromoliya tashkiloti qulay shartlar asosida 2 soat ichida mikroqarz va mikrokreditlarni taqdim etadi. 3 kishining bir-biriga kafilligi asosida hech qanday garovlarsiz, bitta pasport evaziga 2 soat ichida qolaversa, avtomobil garov evaziga 300 million so'mgacha, ish haqi evaziga, ya'ni rasmiy daromadi bor obunachilarimiz uchun 2 soat ichida 50 million so'mgacha qolaversa, yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun ham 50 million so'mgacha bo'lgan pul mablag'larini naqd pul ko'rinishida olishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hurmatli obunachilar, M39 trassada Jizzax bo'yicha sizlarga eng arzon taomlar pishiriladigan joyni topib qo'ydim. M39 trassadan Termiz ketaverishda Sharof Rashidovda Osiyo mostiga 7 kilometr yetmasdan o'ng tomonda Amiran oilaviy restoranida. Ko'rinishiga e'tibor bermangizlar. Bu yerda shunaqa hashamatli ko'ringan bilan narxlar juda ham arzon. Qolaversa, tirik baliqlarni ko'rsating. Sazanlarda 5-6 kilolikgacha bor, 1 kilodan tortib tirikligidan shunday ushlab xohlaganingizni qovurtirsangiz bo'ladi. Qolaversa, mana bu asortitlarga ham baho berasizlar. Sixkavoy, shashlik, qiyma hammasidan bor azizlar. Qolaversa, ichkarida yumshoq go'shtli sizmi cho'poncha, boshqa barcha turdagi milliy taomlardan ham mavjud. Chegirmali narxda olishlaringiz mumkin. Azizlar, bu yerda ofitsiantlar xizmat ko'rsatganiga hech qanaqa xizmat haqqi olinmas ekan. Qolaversa, bonus sifatida 4 ta somsa olgan mijozlarga 5-inchisi shunchaki bonusga beriladi. Taksis akalarimiz sizlarga ham ajoyib bonuslari bor. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun video ostida qoldirgan raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Surxon Obzor kanali sizlarga yangilik ulashdan charchamaydi.